Nega yosh oilalarda ajrimlar ko'p, janjallar ko'p? Kechirasiz, shu temaga dietologlar aralashmasin demak, sababi ajrimlarda ham, janjallarda ham sog'lom turmush tarzini o'rni juda ham katta. Chunki noto'g'ri betartib kun tartibi erkaklarda ham, ayollarda ham umuman gormonal buzilishlarga olib keladi. Misol uchun erkaklarimizni juda ham kech 2-3 gacha uxlamasliklari ularda prolaktin gormoni oshib ketishiga, erkaklik gormonlarining tushib ketishiga sabab bo'ladi. Ayollarimizda ham xuddi shunaqa ortiqcha vaznga, stress gormonlarining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Noto'g'ri betartib ovqatlanishadi, juda ham kech uxlashadi va albatta umuman oilaviy dam olishlarga chiqmay ketgan oilalar ham ko'p. Men aytib o'taman, agarda siz oilangizga qancha ko'p vaqt ajratsangiz, umuman mana yoz oylarida tog'larga, ochiq havolarga chiqib qancha ko'p vaqt o'tkazsangiz, qancha ko'p sog'lom turmush tarziga amal qilsangiz, shuncha ko'p sizda xotirjamlik bo'ladi. Ayniqsa oilalardagi mana shu janjallarga sog'lom yeb ichayotgan taomlaringiz, kun tartibingizni o'rni juda ham muhim. Yana aytib o'taman, hozirgi kunda juda ko'p oilalar farzandsizlikdan aziyat chekishyapti. Oldimizga kelayotgan ayollarda esa juda ham ko'p ortiqcha vazni. Ya'ni oilalarning ajrimlariga befarzandlik sabab bo'lsa, befarzandlikka ortiqcha vazn ham sabab bo'ladi. Demak, bu muammolar bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun dietologlar ham, psixologlar ham, vrachlar ham baravar jon kuydirish kerak.